20 gektarlik qurilish. Buni o'zi investitsiya miqdori, loyihaning qiymati qancha? Loyiha qiymatimiz 200 million AQSh dollari atrofida. Konstruktiv jihatdan qurilgan domlarimizga solishtirganimizda juda ham mustahkamlik darajasi yuqori bo'lgan uylar quryapmiz. Mana 15 qavat, 16 qavat, 14 qavat uylarimiz ko'tarildi. Sotuv ofisini ochilishi esa 2 oy bo'ldi. Imkon produkt bo'yicha ipoteka kreditlarimiz Xalbank tomonidan aholiga 20 yil muddatga ajratiladi. Xoh 10 yildir, xoh 15 yildir, xoh 5 yildir, lekin 20 yil muddatgacha bo'lgan davrda ajratiladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, bizda tepa etajdan boshlab pastga qarab qimmatlashib ketadi. Hammaga assalomu alaykum. Siz bilan Umar Realty YouTube kanali va bugun Toshkent shahrida barpo etilayotgan mega loyihalardan biri, ya'ni Bashkent turar joy majmuasi haqida to'liq gaplashamiz. Video davomida loyihaning hujjatlari, qurilish sifati, uni planirovkalari, narxlari va shunga o'xshash eng asosiy ma'lumotlar haqida to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Undan tashqari, bu yerda siz 20 yil muddatda ipoteka orqali ham xonadon rasmiylashtirishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Biz boshladik. Ozgina obyekt haqida ma'lumot bera olasizmi? Lokatsiyasi, qanaqa qulayliklari bor, o'zi qanaqa ob'yom bu loyiha? Mana ko'rib turibmiz, hozir juda ham katta. Loyihamiz Yashnobod tumanida, Toshkent shahrining Yashnobod tumanida, Jarqo'rg'on ko'chasida joylashgan. Eski massajir deymiz bu hududda. Oldin zavodlar bo'lgan ekan-a? Xuddi shunday. Shu 20 gektar hududda bu qurilishlarimizni amalga oshirganmiz. 89 ta blokdan iborat. Bitta podyezdlik. 16 qavatlik, har bir blokimiz 16 qavatdan iborat, 89 ta blok. Umumiy nechta xonadon bor bu yerda? Xonadonlarimiz soni 7550 bitta. Bir xonalik, 2 xonalik, 3 xonali xonadonlardan iborat. 18 xil maydonli kvartiralardan iborat bu xonadonlarimiz. 10 tasi 2 xonalik, 6 tasi 1 xonalik va 2 tasi 3 xonalik. Zo'r. Nechta parkovka bo'ladi? 50% da bu yerdagi talabni xonadonlarga nisbatan 50% qoplaymiz kamida. Buni podzemniy parkovkasi ham bor-a? Xuddi shunday. Men hozir sizga yer ostiga avtoturargohlar gapiryapman va qisman yer ustidagi avtoturargohlarimiz ham bo'ladi. Tushundim. Shu yerdagi mana yon atrofimizda ham boshqa turar joylar qurilyapti. Endi ularni konkurent deb qo'yamiz. Qanaqa afzalliklari bor boshqa obyektlarga qaraganda? Endi birinchi afzalligi loyihamiz bo'yicha hali alohida tanishtirib o'tamiz, xohlasangiz. Bizning loyihamiz bu komfort klass bu. Komfort klassda o'zining talablari bor, bir qancha. Shu talablarni barchasi deyarli bu yerda mujassam, lekin narxlarimiz ekonom klass deb aytsak bo'ladi. Shu nuqtai nazardan aholiga biza ancha qulay, ancha shinam, ancha chiroyli xonadonlar taklif qilyapmiz va lekin buni ekonom klass narxlarida desak to'g'ri bo'ladi. Birinchi bir ajralib turadigan jihati shu. Va endi o'zingiz ko'rib turibsiz, yaxlit katta kompleks bu. Bu bir bitta yo ikkita blok emas, qayerdadir ajrab qolgan dom emas, boshqa emas. Bu bizani mana birinchi qavatlarimizda ko'rib turibsiz, yo'l yuzidagi hammasi noturar obyektlarga ega. Bu yerdan qaraganingizda bizada bulvarda ham mana barcha kelayotgan, tashrif buyurayotgan mehmonlarga, shu yerda yashovchilarga dam olishiga, hordiq qilishiga hamma sharoitlar yaratilgan. Bulardan ikki tomonida ham birinchi qavatida noturay fondlarimiz bor. Bu yerda butun Toshkent shahridagi barcha xizmat ko'rsatuvchi aholiga yaraydigan, aholini kundalik vaqtini sarflaydigan brendlarni barchasini jalb qilyapmiz. Supermarketlardan tortib, kafelardan tortib, restoranlardan tortib, o'quv markazlaridan tortib, mana hamma narsa bo'ladi, banklar ham bo'ladi. Bitta qilib aytganda, shu yerda yashayotgan insonlar uydan chiqqanda aksariyat ishi shu yerda o'zida amalga oshadi. Bu bitta mikrorayon sifatida qaralayotgan ekan, buni endi masshtabidan shunaqa tushunsa bo'ladi. Yana bir narsa aytib o'tishimiz kerak. Oldin bu yerda deylik, zavod bo'lgan bo'lsa deylik, eski massajir bo'lgan bo'lsa, u yerda ham bir qanchadir insonlar ishlashgan, bizning yurtdoshlarimiz faoliyat yuritishgan. Biz u narsaga ham xudo xolasa xiyonat qilmadik. Bu yerda o'zida shunga yarasha ish o'rinlari yaratiladi. Bu yerda 10 ming kvadrat metrdan ziyod noturay fondimiz bor. Ikkita bog'chamiz bor va yana ikkita maktabimiz bor. Yana boshqa infratuzilmalarda qurilishi rejalashtirilgan. O'shaning uchun bu yerda oldin ishlab yurgan odamlarga nisbatan
ko'proq bo'lsa ko'proq ish bilan ta'minlanadi insonlar kam emas. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qoldim, shu Toshkent turar joy majmuasi bilan Xalq banki o'zaro imkon degan yangi ipotechniy produkt ishlab chiqishibdi. Shu bo'yicha ozgina ma'lumot bersangiz, o'zi ipoteka nima, kimlarga beriladi, qanaqa bo'lsa bo'ladi va hokazo. Albatta javob beramiz. Ipoteka kreditlari haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi bir tushuncha bermoqchiman boshlang'ich. Ipoteka kreditlari aholiga uy-joy sotib olish uchun ajratiladi va asosiy bir jihati shunda bo'ladiki, shu sotib olinayotgan uy-joyni o'zi garovga qabul qilinadi. Xalqimizdan, o'sha yurtdoshlarimizdan qo'shimcha ta'minot yo garov talab etilmaydi. Shu narsaga ipoteka krediti deb aytiladi. Ipoteka kreditlarining afzalliklari haqida gapiradigan bo'lsak, birinchi navbatda ipoteka kreditlari uzoq muddatga ajratiladi. Bizning O'zbekiston sharoitida ham 10 yilga, 5 yilga, 20 yilga hozirgi kunda ipoteka kreditlari tijorat banklari tomonidan taqdim etilmoqda. Bu tijorat banklari tomonidan o'z mablag'lari hisobidan ajratiladigan ipoteka kreditlari bor, davlat dasturi doirasida ajratiladigan ipoteka kreditlari bor. Lekin umuman aytganda shu muddatlari uzoq muddatli 10 yil, 20 yilga ajratiladi ipoteka kreditlari. Ipoteka kreditlarini uzoq muddatga berilishi esa bizaga, har birimizga ham bu imkoniyat to'lovlarimizni bo'lib uzoq vaqt davomida to'lab yurishga imkoniyat yaratadi. Bu yengillik degani. Birdaniga misol uchun katta miqdorda pul to'lamaymiz-da, qisman borib shu oldimizda turgan shu masalani yechgan bo'lamiz. Shu nuqtai nazardan uzoq muddatga berilishi bu juda bir ahamiyatga ega. Keyingi asosiy jihatlardan biri bizning sharoitimizda ipoteka kreditlari boshqa kreditlar kabi milliy valyutada ajratiladi. Milliy har qanday nafaqat bizning mamlakatimizda, boshqa mamlakatlarda ham kuzatiladi bu. Har yillik inflyatsiya miqdori bor. Inflyatsiya esa odatda kichkina bo'lmaydi. Yil sayin narx-navo oshadi. Yil sayin odamlarning daromad olish qobiliyati oshadi. Shuni hisobiga bir paytlar milliy valyutada so'mda olingan qarz 5 yil o'tib, 10 yil o'tib juda bir bizaga bir yengil ko'rinadi. Yana bir foydali jihatlardan biri ipoteka kreditlarini bu milliy valyutada ajratilishi, so'mda. Bugun siz so'mda olasiz, deylik 500 million so'mga oldingiz. Dollar AQSh dollarida deylik u 40 ming AQSh dollarini tashkil qiladi. Lekin 3 yil o'tsa bu 40 ming AQSh dollari bo'lmaydi, 500 million so'm. U bir 35 ming AQSh dollari bo'ladi. Men taxminan aytayapman. O'sha nuqtai nazardan inflyatsiyani hisobiga AQSh dollari kursida oshishligi natijasida umuman narx-navoni oshishligi, ko'chmas mulkning narxida oshishligi, odamlarning daromad topish qobiliyati oshib borishligi natijasida bir paytlar so'mda olingan qarzdorlikni yaqin 2-3 yildan keyin, 4 yil, 5 yildan keyin yurtdoshlarimizga qaytarish, to'lash nihoyatda yengil bo'ladi. Bu amaliyotdan kelib chiqib gapiryapman, bu og'zaki gap emas, o'zimning hayotimdan kelib chiqqan gapiryapman. Misol uchun deylik 2010-yilda uy olganimizda o'sha paytda shu uy 100 million so'm edi. So'mda gapirganimizda. Hozir shu uy 1 milliard 200 million turadi. Misol uchun aytayapman men sizga. 12 barobar oshdi so'mdagi narxi. Lekin siz 12 yilda bankka 12 barobar ko'p foiz to'lamaganman men. Deylik 100 million so'm kredit olgan bo'lsam, mayli 200 million qilib qaytarib bergandirman, 300 million qilib qaytarib bergandirman, lekin 1 milliard qilib qaytarib bermaganman. Agarda o'sha narsani vaqtida olmaganimiz deydi, biz hozir olganimiz deydi, 10 yil oldin 100 million so'mlik uyni biz 10 yildan keyin 1 milliard so'mga olgan bo'lardik. O'sha nuqtai nazardan ipoteka kreditlari aslida nihoyatda foydali, nihoyatda manfaatli produkt deb hisoblayman. Qanchalik o'zi rassrochkaga olish balki anaqa foydali? Albatta, rassrochka shartlari uzoq muddatga berilishi bizada ham bu amaliyot bor. 1 yilga, 2 yilga, 3 yilga, 1 yilga, 2 yilga, 3 yilga deyishimizdan maqsad o'sha deylik domni, blokni qurilish montaj ishlari yakunlanib foydalanishga topshirilish muddatidan kelib chiqqan holatda biza rassrochka muddatini belgilab beramiz. Bu degani 1 yilga beryapmiz ham, demak 1 yildan keyin kadastr hujjatlari tayyor bo'ladi. Shunga mos 1 yilga qilganmiz yoki 2 yilga qilganmiz. To'g'ri, undan ortig'ini taklif qilmaymiz. Taklif qilish ustida hali o'ylab ko'rmadik. Uni o'rniga xalqimizga ishonchli bo'lgan, tajribadan o'tgan, yillar davomida xalqimizga foydalanib kelayotgan ipoteka kreditlariga urg'u berdik va birinchi bo'lib mana yuqorida aytganingizdek Xalq bank bilan shu memorandumni imzoladik. Juda bir qulay, aholiga bir yengil shartlarda imzolashga biz erishdik. Buning uchun Xalq bank rahbariyatiga, ma'muriyatiga minnatdorchilik bildiramiz. Biz shu yo'lni tanladik.
chunki bu xavfsiz, bu ishonchli va tajribadan o'tgan, hali bu narsadan hech kim kuymagan. Toshkentda ipoteka bo'yicha, misol uchun rasmiy ish daromadi kerakmi yoki yana boshqa shartlari bormi? Shular bo'yicha ham ozgina tushuntirib bersangiz zo'r bo'lardi. Imkon produkti bo'yicha Halbank bilan birga qilinayotgan loyihamiz bo'yicha ipoteka kreditlari O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga ajratiladi va fuqarolarimiz 18 yoshdan 60 yoshgacha tashkil etgan fuqarolar bo'lishligi kerak. Ularni hududini bizaga to'g'ri ma'noda farqi yo'q. Xoh Toshkent shahri bo'lsin, xoh Samarqand viloyati, xoh Farg'ona viloyati bo'lsin, har kim bu xizmatdan foydalanish imkoniyatiga ega. Faqat aytib qo'yishimiz kerak bo'lgan joyi, o'zi boshlang'ich badal, bu kreditni olishligida uy-joy qiymatini kamida 15% boshlang'ich badalini topshirishga to'g'ri keladi. O'sha yurtdoshlarimizga 25 emas, 30 emas, 40 emas, 50 emas. Lekin bitta joyi borki, daromad, rasmiy daromadga ega emasligi degan joyi bor. Shu rasmiy daromadga ega bo'lmaganlarga kamida 25% topshirish kerak. Uy-joy qiymatini kamida 25% boshlang'ich badalini topshirishsa, unda rasmiy daromadga bo'lgan talab bank tomonidan yechiladi. Bank tomonidan e'tiroz qilinmaydi. Lekin 15% boshlang'ich badal bilan olmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga daromad bo'yicha o'zini band qilish bilan bog'liq yo'nalishda hujjatlar so'raladi. Endi hujjatlar so'ramaymiz, buni biz banklar o'zi elektron tarzda bu narsaga aniqlik kiritib olishadi. O'zi necha yil muddatgacha va necha pulgacha ipoteka rasmiylashtirsa bo'ladi? Imkon produkt bo'yicha ipoteka kreditlarimiz Halbank tomonidan aholiga 20 yil muddatga ajratiladi. Xoh 10 yildir, xoh 15 yildir, xoh 5 yildir, lekin 20 yil muddatgacha bo'lgan davrda ajratiladi. Yillik foiz stavkasi 20%, lekin shu 20% dan 2,5 bandini, 2,5%ni Bashkent turar joy majmuasi har bir o'sha yurtdoshimiz bo'yicha qoplab beradi. 2,5%ni. 17,5% ga tushadi. Bizani o'sha deylik yurtdoshlarimizga 17,5% ga tushadi. Kadastrgacha bo'lgan davrda. Kreditni miqdoriga keladigan bo'lsak, kredit miqdori Toshkent shaharda doimiy ro'yxatdan o'tgan yurtdoshlarimizga 420 million so'mgacha bo'ladi. Kredit qismi o'zi boshlang'ich badaldan tashqari. Boshqa hududlardan, viloyatlardan, Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelgan yurtdoshlarimizga 330 million so'mgacha bo'lgan summada kredit ajratiladi Halbank tomonidan shu imkon produkt bo'yicha. Masalan, 400 millionga uy olayotgan bo'lsa, mijoz ipotekaga rasmiylashtirgandan keyin u 1 milliard bo'lib ketadi. Mijozni ko'zda bir qo'rqinchli ko'rinadi-da, shuncha to'laymanmi, shuncha payt. Shu bo'yicha munosabatingiz qanaqa? To'g'ri tushungan bo'lsam, deylik 20 yilga kredit ajratildi. Deylik kredit summasi 400 million so'm, yillik deylik 20%dir, 18%dir foiz bilan berildi. Yillar davomida, deylik 20 yil davomida 400 milliondan tashqari taxminan yana 1 milliard so'm foiz chiqadi. Tanasidan 2,5 barobar ko'p ekan degan e'tirozlarda, bunaqa negativ fikrlarni azaldan eshitib kelaman. Lekin buni to'g'ri qabul qilish kerak, chunki kredit muddati 20 yil. 20 yilda o'zimiz ham bir kimdandir qarz olsak, 2,5 barobar emas, menimcha ancha ko'proq barobar qaytarib berishga to'g'ri keladi, ancha ko'proq. Bu deylik 20 yilga shunaqa. Deylik 400 million 20 yilda balkim 1 milliard foiz bilan qaytib keladi. Lekin siz 10 yilda yopsangiz, 400 millionni siz 600 million qilib qaytarishingizga to'g'ri keladi. Misol uchun 400 millionga qo'shimcha, men taxminan aytyapman, 600 million foiz o'tirishi mumkin 10 yilda. Yo'q, siz misol uchun 5 yilda yopib qo'ying, muddatidan avval asosiy qarzini. 5 yilda yoping, 400 million olgan kreditingiz ustiga foiz bir 200 million o'tirishi mumkin. Men taxminan aytyapman. Chunki bu bank tizimini bir eng yaxshi tomoni, kredit berganda, kreditga nisbatan foiz hisoblanayotganda qarz qoldig'iga nisbatan hisoblanadi. Qancha qarzingiz bo'lsa, o'shanga nisbatan foiz hisoblanadi. Shuning uchun yurtdoshlarimiz ipoteka kreditlarini olishganda, deylik, mana 500 million so'm olishdi yoki 300 million so'm olishdi. Olgandan keyin imkoniyati bo'lganda 1 yildan keyin 100 million muddatidan avval yopib qo'yishsa asosiy qarzini, yana o'tib turib yana 200 million yopib qo'yishsa, o'zlari sezishadi. O'sha chiqib turgan 8 millionlik foiz birdaniga 3 millionga tushib qoladi. O'sha chiqib turgan 10 millionlik foiz birdaniga 5 millionga tushib qoladi yo 2 millionga tushib qoladi. Bizani qancha yopishimizga bog'liq. Shuni so'ramoqchi edim o'zi aka. Masalan, 20 yilga ipoteka olib turib, uni muddatidan oldin bersa, foizlari qisqaradi, to'g'rimi? Xuddi shunday, foizlari ham qisqaradi va yana bir aytib o'tishimiz kerak bo'lgan joyi, muhtaram prezidentimizning farmonlari bilan 2017-yilda bank tizimiga taalluqli bir farmon chiqqan, juda bir muhim farmon bo'lgan. Vaqtida
Shunda ko'p masalalarga oydinlik kiritilgan. Shundan bittasi kreditni muddatidan avval yopilgan taqdirda banklar tomonidan mijozlarga shtraf qo'llamaslik. Bir paytlar kredit olsangiz, deylik 3 yilga oldingiz, 5 yilga oldingiz, lekin 1 yilda muddatidan oldin yopib qo'ymoqchisiz. Banklar mijozga nisbatan qanchadir komissiya olardi muddatidan avval yopganingiz uchun. Vaqt sen kreditni 5 yil yopmadingda 1 yilda yopding deb o'sha summadan 2%dir, 5%dir komissiya olardi. Shunaqa bo'lgan tarixda. Shu narsa prezidentimizning farmonlari bilan bekor bo'ldi. Yurtdoshlarimiz shunaqa imkoniyatga ega bo'ldiki, olgan kreditlarini muddatidan avval yopish huquqiga ega va buning uchun hech qanaqa qo'shimcha bir qanaqadir komissiya yoki bir shtraf yoki bir qanaqadir xarajatga yo'l qo'yilmaydi. Tushunarli. Qancha tez yopib bersa, shuncha uy Xuddi shunday. o'zinomiy tezroq anaqa bo'ladi. Yana bir savol, masalan, Toshkentda ipotekaga olinayotgan xonadon qanaqa narxda hisoblanadi? Misol uchun endi bank quruvchining shortiga 100% to'lovda pul haydab bergandan keyin, demak katta rosketga beriladi mijoz uchun. Albatta, bu joyi ham eng asosiy jihat o'zi, gapirishimiz kerak bo'lgan jihati. Biz o'zi mana amalda sotuv ofisimizda yurtdoshlarimizga 100% pul to'lashsa, 24% chegirma taqdim qilyapmiz. 24%. 600 milliondan 24% olsangiz 400 nechidir million bo'ladi-da. Juda birdaniga keskin kamayadi. Xuddi shu chegirmani bu holatda ham beramiz. Chunki bank bizga kerakli mablag'ni o'tkazib beradi-da. To'g'ri, 20% to'lar, 30% boshlang'ich badal to'lar, 15% boshlang'ich badal to'lar, bank qolgan qismini qo'shib bizga kerakli bo'lgan mablag'ni bizga o'tkazib beradi. Shuning uchun bu shartnomalashtilayotganda biz shu yurtdoshimizga odatiy holatdek kimdir bizga 100% to'lagandek 24% chegirmani taqdim qilamiz. Arendaga hozir o'rtacha Toshkent shahri miqyosida oladigan bo'lsak, $500, $400 atrofida to'lashadi. Nima deb o'ylaysiz? Arendaga xonadon olib, davomiy to'lab yurganlar yaxshimi yoki shunaqa imkoniyatlardan foydalanib, birato'la xonadonli bo'lib qo'yganlar yaxshi? Baraka toping, yaxshi savol berdingiz. Endi o'rinli savol berdingiz. Arenda endi bu ham bir o'zi aslida juda azob narsa. Arendaga turasiz, oyiga $500, $600, $700 to'laysiz, uy sizniki emas lekin. Qachongacha turishingizni o'zingizdan bilmaysiz. Bir oy to'lamasangiz, ikkinchi oy u ham bir g'urbat, o'ziga yarasha muammo. Mani fikrimcha va buni hamma ekspertlar ham tasdiqlaydi. Ipoteka kreditlarimi yoki arendaga yashashmi deganda, albatta barcha pozitsiyalar bo'yicha ipoteka kreditlari bundan ustun turadi. Chunki ipoteka kreditlariga o'rtacha deylik oyiga 6 milliondir, 7 milliondir, 8 milliondir, deylik o'sha 500-600 AQSh dollari to'larsiz oyiga, misol uchun uyingizga to'layapsiz-da uni. Ertaga bu uy sizniki bo'ladi. O'zi hozir ham sizniki, faqat to'lashda muammo qilmasangiz bo'ldi. Ertaga shu uy sizniki. Arendada turib 10 yil turib ham har oy 500 AQSh dollardan to'lasangiz ham 10 yildan keyin ham uyni bir 1% ham sizga tegishli bo'lmaydi-da baribir. Ham u sizniki bo'ladi, ham narx oshib turgan bo'ladi. Ha. Ipoteka kreditlarida ham sizniki bo'ladi, uyingiz bo'ladi, narxi oshadi. Keyin o'sha aytganimizdek milliy valyutada ajratiladi. Uni to'lovlari yil sayin kamayib boradi, chunki siz asosiy qarzni yopib borganingizdan keyin foizlari ham kamroq chiqadi. U hozir 500 AQSh dollari ekvivalentida chiqar qaysidir kredit bo'yicha to'lov. Lekin siz unga to'lovlarni amalga oshirganingizdan keyin kamayadi summasi. Va uyingiz bo'ladi. Uyingizga pul to'layotgan bo'lasiz. Va borgan sari kamayib boradi. Arendada esa siz oyiga AQSh dollaridan kelib chiqib hisob kitob qilasiz. AQSh dollari esa bugun 500 AQSh dollari 6,5 million so'm bo'lsa, 1 yildan keyin 6 million 800 ming bo'ladi. 2 yildan keyin 7 million 100 ming bo'ladi. Men taxminan aytayapman. To'lovingiz ham oshib boradi arendada. Chunki kerak bo'lsa dollarda ham oshishi mumkin. Ertaga bozorda deylik narx o'zgarish bo'lib qolsa, shu segmentda 500 AQSh dollarini o'zini 700 AQSh dollari deb talab qilib qolishi mumkin o'sha deylik uy joy egalari. Shuning uchun ipoteka kreditlari bilan arendani solishtirish noo'rin deb hisoblayman. O'zi qanchalik maslahat berasiz shunaqa MCHlardan kredit yoki shunga o'xshash bir bo'lib to'lash variantlarini olish? Endi aytishim mumkin bo'lgan narsa bu yerda bizning yurtdoshlarimizda huquqiy savodxonlik bo'lishi kerak. Va muomalaga kirishayotgan, shartnomaga kirishayotgan korxonaga nisbatan bir o'zini pozitsiyasini shakllantirish kerak. Bu pozitsiyalardan biri deylik shartnomaga kirishayotgan korxona yoki o'sha kompaniya qanchalik tarixga ega, qanchalik deylik men misol uchun banklar nuqtai nazaridan gapiraman. Nimaga biz banklar tomon yuryapmiz?
banklarda barcha institut shakllanganda. Banklarning ustav kapitali juda yuqori, trillionlab ustav kapitali bo'ladi. O'zbekiston misolida ham. Ularda rezervniy fondlari bo'ladi, juda katta mablag'lar, milliard pullar rezervniy fondida turadi. Banklarda barcha o'sha ichki audit deydi, ichki nazorat deydi, barcha nazorat tizimlari yo'lga qo'yilgan bo'ladi. Hamma narsa avtomatlashtirilgan bo'ladi. Shu ham bizada bu masalani biz o'zimizga ham o'tkazganmizki, biz ko'rsatayotgan xizmatlar standart, amaliyotda bor, o'zini yechimini topib kelgan. Shu kungacha shu ko'rsatilayotgan xizmatdan kuyish holatlari bo'lmagan, xalqimiz tushunadigan xizmatlar taklif qilib kelmoqdamiz o'zimiz tomonimizdan ham. Mana shu 1 yil 2 yilga turibmiz, rassrochka shartlarimizni to'g'ridan to'g'ri o'zimiz bu xizmatni ko'rsatyapmiz. Yana bir uchinchi shaxs yo'q o'rtamizda va mana qolaversa banklarni jalb qilyapmiz. Hozircha Xalq bankni jalb qildik, bundan keyin birin-ketin boshqa banklar bilan ham ishlamoqchimiz. O'zimizda mana ikkita bankni muassasasini kassasini tashkil qilganmiz. Hamma narsa shaffof. To'langan mablag'lar ham shu bank kassalari orqali to'g'ridan to'g'ri bizning hisob raqamimizga kelib tushadi. Elektron to'lov tizimlarini ham joriy qilganmiz. Odamlar misol uchun Payme deysizmi, Click deysizmi, u orqali ham pul to'la oladi. Bu hammasi maqsadimiz shaffoflik, qonuniy, to'g'ri xizmat ko'rsatish deb o'ylayman. O'rtacha 2 xonali xonadonni menga ipotekaga olmoqchi bo'lsam, hisoblab bera olasizmi? Ha, albatta. O'rtacha bizning juda ham yaxshi planirovkamiz bor. 49 kvadrat, 2 xonali xonadonimiz bo'ladi. Umumiy chegirmada narxi 520 million bo'ladi. Ya'ni siz boshlang'ich 100 million to'laysiz, qolgan summani bankdan ipotechniy kredit qilib olsangiz bo'ladi. Bu 420 million bo'ladi. Kadastr chiqishi bilan yillik stavkamiz pasayadi, ya'ni 17,5% bo'ladi. Bu degani siz уже oylik to'lovingiz ham kamayadi. 7,5 million emas, 6,5 millionga tushadi. Isomiddin aka, necha kvadratdan boshlanadi xonadonni? Aytadigan bo'lsak, 27-54 kvadratdan boshlab eng kattasi o'sha 81 kvadratligacha bor uyimiz. Bu bir xonadan boshlab 3 xonaga uylargacha. Bir xonalikning o'zi qanaqa planirovkalari bor? Planirovkalar aytadigan bo'lsak, bizda bir xonalikni eng kichkinasi aytganimda 27-54, eng kattasi 48 bor. Ular hozir yevro dushka deyiladi. Juda ham xadovoylardan hisoblanadi. Uyimizda hammasi mana shu remonti bilan polностью topshiramiz. Umuman tushuntirib bering, turar joy misol uchun fasadlari qanaqa bo'ladi, qanaqa romlar qo'yiladi? Misol uchun podkulish domimiz, okey, ichida nimalar kiradi uni ichiga? Ta'mirlangan, to'liq ta'mirlangan xonadon deyilganda biz nazarda tutamiz oshxonani, ya'ni oshxonada kuxonniy mebellaringiz bo'ladi. Ya'ni shulargacha bo'ladi. Da, gaz panellari, посудомоечный части bo'ladi, вытяжка tomonlari bo'ladi. Sanuzol частьlari tayyor holatda bo'ladi. Ya'ni mijozimizga ortiqcha rasxodlari bo'lmaydi. Shundoq kirib, o'zlarining mehki mebellari bilan kirib ketsa bo'ladi, yashab ketsa bo'ladi. Hozir danli moment bizda rozыгрыш ketyapti. Ya'ni Qurbon hayitigacha bo'lgan do'gur tuzilganlariga elita xonadonni rozыгрышda tanlab olamiz. O'sha elita xonadon to'liq ta'mirlangan deganda, yana дополнительно ularga bitovoy texnikalaridan parda gilamlarigacha qo'yib beramiz. Eng qimmatlaridan, eng yaxshilaridan qo'yib beramiz. Shuhradagi Toshkent turar joy majmuasi baribir bozorda hali yangi. Baribir mijozlarda o'rinli savol tug'iladi, o'zi bu kompaniyaga ishonsa bo'ladimi? Kafolat sifatida Toshkent turar joy majmuasini qurilish montaj ishlarini olib borish uchun barcha davlat tomonidan qonunchilikka muvofiq ruxsat etilishi kerak bo'lgan barcha hujjatlari bizda mavjud, olingan. Demoqchimanki, barcha jarayonlardan o'tganmiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Toshkent turar joy majmuasini mana shu 20 gektar hududda qurilish bo'layotgan bo'lsa, shu hudud to'liq shu korxonamizning balansida mulk hisoblanadi. Uchinchi shaxsga tegishli emas. Va shu yerdagi barcha bo'layotgan o'sha qurilish ishlarimizda, qurilish montaj ishlari, barcha xarajatlarimiz shu korxonani o'z mablag'lari hisobidan, investorlar mablag'lari hisobidan oxirgi mana bir 7 oydan beri boshlangan, amalga oshirib kelyapmiz. Kompaniyamizning nomida ham arenda ham yo'q, qarz ham yo'q, kredit ham yo'q, lizing ham yo'q, boshqa ham yo'q. Barchasi shu o'z mablag'lari hisobiga amalga oshirib kelinyapti. Va mana ko'rib turganingizdek, mana kranlarimiz bor, 10 ga yaqin, palubkalar deymiz, qurilish texnikalarimiz deymiz. Barcha shu yerda ishlatilayotgan texnikalar shu kompaniyamizning o'zini shaxsiy mulk hisoblanadi. Bu ham menimcha bizga nisbatan ishonchni oshirtiradi.
Chunki arenda bo'lsa ham o'ziga yarasha murakkabligi bor. Ertaga vaqtida to'lamasangiz o'sha spes texnikangizni kimdir olib ketib qoladi. Yoki qarzingiz bo'lsa, qarzingizni to'la olmasangiz, ertaga yana u ham bir qanaqadir muammolar keltirib chiqaradi. Va o'z navbatida bizga tegishli shu Bashkent turar joy majmuasi bilan tegishli na yer, na biror bir bino, na biror bir mulkimiz garovga qo'yilmagan. Chunki u qarzni o'zi yo'q. Shu nuqtai nazarlarni men sizga sanab o'tishim mumkin. Va o'z navbatida endi asosiy o'zi gapirishimiz kerak bo'lgan gapimiz bizada qurilish yo'nalishimizda o'zini ishini ustalari, mohir ustalari, egalari, mutaxassislari faoliyat yuritib kelishyapti. Men o'ylaymanki, xudo xolasa biz tomonidan qo'yilayotgan maqsadlarga, rejalarga albatta erishamiz. 20 gektarlik qurilish, buni o'zi investitsiya miqdori, loyihani qiymati qancha Shuhrat aka? Loyiha qiymatimiz 200 million AQSh dollari atrofida. Siz tomonidan hozirgacha necha pul investitsiya qilindi? Korxonamiz tomonidan, investorlar tomonidan hozirgi kunga qadar bir 30 million AQSh dollari miqdorida mablag'lar yo'naltirildi. Qurilishi Albatta. Barcha jabhada. Zo'r, shu tomonni ham bir yodga olib ketish kerak. Mana ba'zi qurilish kompaniyalarida hali hujjatlari olinmasdan turib, boshqa qilmasdan turib sotuvlar ochiladi, olgan puldan qurilish bo'ladi-da. Lekin siz hozir aytyapsizki, 7 oy biza qurilish qilib, 2 oy bo'ldi, endi sotuv ochganimiz. Xuddi shunday. 7 oy, 8 oy ham bo'ldi desak bo'ladi. Bu yerda ishlar boshlanganiga, aktiv ish boshlanganiga. Qancha ko'tarilib ham qolgan. Albatta, mana 15 qavat, 16 qavat, 14 qavat uylarimiz ko'tarildi. Sotuv ofisini ochilishi esa 2 oy bo'ldi. O'shanda ham sotuv ofisi ochilganda ham odamlardan 100% to'lov qilgin deb talab qilayotganimiz yo'q. Kimgadir agar ma'qul kelsa 100% to'lashyapti, kimgadir 20%, kimgadir 30%. Shunda ham barcha eshiklarimizni, imkoniyatlarimizni ochib beryapmiz. Shunaqa. Aka, yana bitta qiziq savol. Endi meni ba'zi tanishlarim bor. Ko'chmas mulkdan asosiy daromad qilishadi-da, ya'ni masalan yangi boshlangan kotlovandagi xonadonlarga pul tikib 10 ta 20 talab olib qo'yishadi va keyin bitgandan keyin sotishadi yoki arendaga berib qo'yishadi. Shunaqa insonlar uchun qanaqa bir chiroyli chegirmalar yoki bir uslubalar qilib bera olasiz va bu bo'yicha o'zingiz bilan ham kelib gaplashsa bo'ladi. Albatta, deylik, bir shaxs tomonidan bir qancha xonadonlar sotib olinish imkoniyati bo'lsa, uni o'zi odatda ham ko'rib chiqganmiz. Qo'shimcha chegirmalar berish masalasi albatta hisob-kitob asosida bunaqa murojaatlarga ochiqmiz, bemalol murojaat qilishsa albatta ko'rib chiqamiz. Chiroyli chegirmalar qilib beriladi. Albatta. Hozirgidan ham yaxshi. Albatta, hisob-kitobdan kelib chiqqan holatda men o'ylaymanki, o'zgarish bo'ladi. Rahmatilla aka, qurilish boshlanganiga 7 oycha vaqt bo'lib qoldi. Hozirgacha nimalar qilindi? Nechta usti ishlayapti o'zi bu obyektda? Necha qavat ko'tarildi masalan bu domda? Shu kun holatiga 95 etaj ko'tarildi hozir. 10 ta domimizda ish ketyapti. 10 ta domimizda ish ketyapti. Jami ishchilar soni 1000 ga yaqin xodim ishlayapti. 1000 ga yaqin xodim. Bitta o'zingiz sifatni nazorat qilishga ulgurasiz. Sifat nazorati uchun bizda har bir blokka alohida mutaxassislar yo'naltirilgan. Bu mutaxassislar prorablar ham shunda usta boshi deyiladi. Har bir domimizda, har bir uchastkamizda o'zining mutaxassislari bor. Bular prorab va sifat nazoratini olib boruvchi mutaxassislar bor. Gasim qancha vaqtda kelib turibdi qurilish nazoratiga? Gasim haftasiga bir marta kelib sifat nazoratini kelib tekshirib, qurilishimiz sifati qaysi darajada, qaysi etapda hozir qanday holatdaligi, beton olish ishlarimiz qaysi holatda, hammasi nazoratini haftasiga bir marta kelib xabar olib tekshirib ketishadi. Sir bo'lmasa qanaqadir ogohlantirishlar berdim, masalan, mana bu joyni yeto ketibdi, mana bu joy mana bo'libdi degan ma'noda. Bu qiziq tuyulishi mumkin, lekin har bir domimizga belgilangan mutaxassislar, prorablar, texnadzorlar belgilab qo'yilgan. Bular sifat nazoratini juda ham mukammal darajada olib borganligi sababli Gasen tashkilotidan kelgan mutaxassis hali shu kungacha bizga pretenziya bermadi. Bir pretenziya bergani yo'q. Nechta domda o'zi qurilish ketyapti va yaqinda mana 2026-yil birinchi oyligida topshiriladigan xonadonlar bor ekan. Ular hozir qaysi etajga kelgan? Qanaqa holatga kelgan? Shu kun holatiga 10 ta uyimizda, 10 ta domimizda qurilish ketyapti. Bular hozir mana ko'rib turgan domimizda birinchi uch topshiriladimi shunda? Albatta. 16-etajga chiqqan. Hammasi shu topshiriladigan domlarimiz, bu tomondagi domlar birinchi topshiriladigan domlarimiz sarasiga kiradi.
Ishlatilayotgan mahsulotlar sifati bo'yicha, masalan, betonlar, ularning markalarini qanaqa nazorat qilib borasizlar? Uni kimdan olasizlar yoki o'zingizlarda ishlab chiqaradigan bu joydan keladimi bu narsa? Ishlatilayotgan mahsulotlar sifatiga keladigan bo'lsak, beton sifatini tekshiradigan o'zimizning laboratoriyamiz bor. Undan tashqari Gasin laboratoriyasida tekshiruvdan o'tkazamiz. Har bir qurilayotgan domimizda har bir qavatini alohida kubiklari olinadi va u kubiklar ma'lum vaqt turgandan keyin uni laboratoriyada tekshirtiriladi, sinovdan o'tkaztiriladi va o'sha ruxsat etilgandan so'ng keyingi etaj qurilishiga ruxsat beriladi. Mana ishlatilayotgan mahsulotlarni ishlab chiqaruvchilari, masalan, taniqlilari bor yoki masalan armaturalar bor, ba'zilar sexlarnikini ham ishlab chiqarayotgan holatlarni ko'ramiz. Qaysi bir mashhur yoki qaysi davlatlardan keltirilayotgan ba'zi materiallar bilan ham bir aytib o'tsangiz, baribir endi uy olmoqchi bo'lgani uchun uyni qanaqa sifatda qurilishi qiziq deb o'ylayman. Albatta. Beton mahsulotiga keladigan bo'lsak, beton mahsuloti o'zimizning beton zavodimiz bor. Shu beton zavodimizdan olamiz betonni. Sifati haligi aytganimdek juda ham qattiq nazorat ostida olinadi. Metal mahsulotlarini o'zimiz mahalliy ishlab chiqarish Bauxi Metal kompaniyasi bor, shundan olamiz. Tushunarli. Qolgan mana bu gazoblok, romlar, ularchi? Gazobloklarga keladigan bo'lsak, bular Arton firmasiga tegishli gazobloklardan foydalanyapmiz. Romlarimiz hammasi chetdan keltirilgan termoromlardan foydalanamiz. Qurilish ketma-ketligini aytib bera olasizmi? Masalan, katlabandan chiqildi, tepaga qarab ketilyapti. Ba'zi domlarda oxirgi o'sha beton ishlarini tugatgandan keyin gazoblokdan terish, romlarni o'rnatishni boshlaydi. Bu yerda hozir ko'ryapman, ham beton qo'yilyapti, ham gazoblok qo'yib, sirazi romlarni ham kerak bo'lsa qo'yib ketishyapti-da. Bu tezligiga ta'sir qiladimi? Tezligiga ta'sir qilmaydi. Sababi bizda hamma ish jarayoni parallel ravishda rejalashtirilgan bo'lib, birinchi karkas, domimizning karkas qismi 6 etajga ko'tarilgandan keyin gazoblok ishlariga ruxsat beramiz. Sababi beton qurish jarayoni bor. Beton qurish jarayoni bu o'tgandan so'ng undan keyin gazoblok ishlariga ruxsat beramiz. Zo'r. Masalan, endi olmoqchi bo'lgan insonlar yoki kelib ko'rib ketamiz qurilishlarni deysa, imkoniyat bo'ladimi yoki ruxsat yo'qmi? May oyining 20-sanasidan boshlab, xudo xolasa, shu klientlarga yengillik qilish maqsadida showroom tashkil qilyapmiz. Showroomda kelib, bizning qurilishimiz jarayonini ko'rishingiz mumkin va qaysi holatda xonadonlarni topshirishimiz haqida anaqasini ko'rishingiz mumkin. Buni endi o'zingiz prezentatsiya qilib beraverasiz, klientlarga qiziq bo'lsa. Ha. Agar siz bu yoqda uy olganingizda, misol uchun mijoz sifatida siz o'zingiz hozir qurayotgan obyektlaringizda yashagan bo'larmisiz? Albatta. Shu kungacha qurilgan konstruktiv jihatdan qurilgan domlarimizga solishtirganimizda juda ham mustahkamlik darajasi yuqori bo'lgan uylar quryapmiz. Bunga bemalol ayta olishim mumkin. Sababi konstruksiyamiz monolitli konstruksiya. Bu har bir dovonlari, ichki va tashqi dovonlari ichi faqat shu armatura metal karkasdan boshlab quriladi. Bu mustahkamlik darajasi eng yuqori uylar sarasiga kiradi. Tushunarli. Yana bitta masala, masalan, endi bu yoqning radiusi bor o'zini va seysmikasi bor-da. Necha ballgacha berishgan? Seysmik ballik zona bu hudud 8 ballga to'g'ri keladi. Shunga qarab hamma loyihalarimiz shunga moslashtirib qilingan. Ozgina o'zingiz optingiz bo'yicha ham ma'lumot bersangiz, ya'ni oldin bu yoqdan tashqari yana qanaqa qurilishlarda ishtirok etgansiz? Bu qurilishdan oldin 10 yil Golden House firmasida ishlaganman. Demak, albatta tajribamiz ozmi ko'pmi bor. Parkent Village, Novmoskovskiy, Novza, Mirobod Avenue qurilishlarida ishtirok etganman. Mana boya biz hujjatlarni ichkarida ko'rdik, o'zingiz ko'rsatsangiz, mijozlar kelganda, masalan, yana ham ishonch hosil bo'lishi uchun hujjatlarni qanaqa qilib tekshirib olishsa bo'ladi, masalan, turar joy. Bizda har bitta sotib oluvchini oldiga murojaat qilinganda, sotuv ofisimizga kelganda QR kodlar joylashtirib qo'yganmiz. QR kod orqali kirilsa, tegishli vazirlikning saytiga kiriladi. Ana o'sha saytda bizani deylik qurilishlarimiz
tegishli ravishda ro'yxatdan o'tganligiga guvoh bo'lishlari mumkin. Bu bizning saytimizda ham bor. Bu informatsiya bizda ochiq. Biz doim buni hammaga bildirib kelamiz. Bundan menimcha hech qanaqa muammo yo'q. Bunda videoni shu joyda ham sekin tugatsak bo'ladi. Oxirgi fikrlaringiz bilan bo'lishsangiz, xudo xolasa. Va mana pastda nomerlar qoldirilgan, shu joyda bemalol aloqaga chiqib, Bashkent turar joy majmuasi haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Endi suhbatimizning oxiriga keladigan bo'lsak, men barcha yurtdoshlarimizga shu Bashkent turar joy majmuasidan xonadonlar sotib olishga taklif qilamiz va albatta bu sotib olish jarayonida Xalq bankini imkon produktidan foydalanishni tavsiya qilamiz. Juda qulay shartlarda shunday shartlar qilib berildiki, davlat dasturi doirasida ajratiladigan ipoteka kreditlaridan hech qanaqa farqi yo'q. Tijorat banki o'z mablag'idan kredit beryapti, lekin odatdagi tijorat banklari tomonidan beriladigan ipoteka kreditlaridan keskin farq qiladi. Davlat dasturidagi qanday imtiyozlar berilgan bo'lsa, aholimizga muddati bo'yicha ham, boshlang'ich badali bo'yicha ham, foizi bo'yicha ham barcha shu narsalarda shu produktimizda biz mujassam qildik. Allohga shukr. O'ylaymanki, bu narsa bilan yurtdoshlarimiz albatta qiziqishlari kerak bo'ladi. Qiziqishsa, o'zlari buni amalda ham ko'rishadi. Juda katta imkoniyat bu. Bundan foydalanib qolish kerak.